Davlatimizning 100-sonli farmoni bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Birinchi seminarda ishtirok etdim. U yerda ko'plab tadbirkorlar ishtirok etgani uchun katta zalda edi, lekin u yerda ham ko'p narsalarni tushundik, farmon haqida eshitdik. Tadbirkorlar ko'pligi sababli hamma ham u yerda savollar bera olmadi. Endi esa ikkinchi seminarga yana qayta keldim. Bu o'zimizning Yunusobod rayonida va bu yerda har bir savolimizga batafsil javoblar oldik. Men bu yangiliklardan xursandman, chunki ushbu farmonlar tadbirkorlarimiz uchun yanayam ko'proq manfaatli. Minnatdorman soliq organlari tadbirkorlarga batafsil qilib yetkazib berayotganlari uchun. Bu seminarlar men o'ylaymanki, doimiy ravishda davom etib tursa, bu har bir insonga manfaatli bo'ladi va birinchi o'chirda nimaga bilasizmi? Avvaldan bizda shakllanib kelgan xuddi bir tadbirkor soliqchidan qo'rqadi. Yo'q, aslida biz u narsani tushunishimiz kerak. Biz hamkormiz va biz birgalashib mana shu yurtni to'g'ri iqtisodiyot bilan ta'minlashimiz kerak. Va albatta biz to'g'ri, halol ishlasak, davlatimiz tomonidan yangi imtiyozlar yaratilib borilaveradi.